Naravno ko'raman degan umiddaman. Ras. Zapis. Shouqinlar uchun kamera, qiyshuv, qing'ir, boshqalar uchun uzr. Yaxshi kayfiyat bo'lib qoluvdi, video olib dedim. Kanalimizga xush kelibsizlar. Men ismim Bekzod. Men General Englishdan dars beraman. General English bu sof sog'lom ingliz tili degani. Biz General Englishda yozishi, o'quvchi o'qib tushunishini, listeningini, ya'ni shu eshitib tushunishi va gapirishni o'rgatamiz. Ko'pchilik o'quvchilarda, o'zimning o'quvchilarimda ham shunaqa speakingda muammo bo'ladi. Speakingda o'zi eng asosiy muammoning sababi u qo'rquv, odam hayajonlanishi, boshqa qilishi. Bu hamma o'tadigan narsa. Bugun inshaalloh men sizlarga Telegramda master klass o'tgan edi. O'sha master klassimizda kirolmaganlar, bilmaganlar, xabar solib ketganlar bor. O'shanga o'sha yerda o'tilgan narsalarni sizlarga YouTube'da o'rgatmoqchiman. Faqat bitta narsani bilinglarki, bugun o'rgatadigan narsalarimni sizlar faqatgina amal qilsanglargina o'zingizda bir o'zgarish sezasizlar. Amal qilmasdan turib shu yurish, shu turish bo'lsa, to'g'ri bo'lmaydi. Avvalambor o'zingizga savol beringlar. Sizlar imminni speaking uchun nima qilyapsizlar? Speakingda muammo bor, u hammada bor. Aynan siz nima qilyapsiz speakingga degi bir shu muammoingizni oldini olish uchun. Agar sizni javobingiz tayin bo'lsa, ya'ni mana qanday praktika qilyapman bo'lsangiz, siz molodetssiz. Kamerangiz mana bunday qiyshirab turgan ekan, but it's okay. Siz molodetssiz. Bu o'zingizdan faxrlansangiz bo'ladi, siz хотя бы nimadir qilayotgan ekansiz. Bir xillar bor, o'zim yoqqa tashiydi, bu yoqqa tashiydi. Speaking chiqmayapti deydi. Bu hayot to'la gapira olmaydi. Endi speaking to'g'risida bitta narsani bilishingiz kerak. Speaking bu majburiyat emas. Ya'ni siz faqatgina IELTSdan o'sha speakingdan imtihon o'tish uchun siz tayyorlanishingiz kerak emas speakingga. Yo'q, bunaqa ishlamaydi. Siz prosta fikringizni boshqa bir tilda ifodalab berishingiz uchun speaking kerak. Endi oddiy narsalardan, tushunchalardan boshlaymiz-da. Mana men o'zbek tilida gapiryapman. O'zbek tilida hech qanaqa tayyorgarliksiz, boshqasiz gapiryapman. Tabiiyki, orada mutlashib qo'yaman, orada bitta gapni 2-3 marta qaytaryapman, orada bitta fikr berib, to'xtatib o'rniga boshqa fikr beryapman. Tayyorgarlik ko'rmaganligim uchun. Ya'ni tayinli bir gapiradigan tekstim yo'q men. Mana shu tekstni o'qib beray desam, umumiy fikr bor, o'tdan esimga tushgan joylarni qilib gapiryapman. Boshqa tilda gapirsam xuddi shunaqa. Rus tilida, ingliz tilida, nemis tilida, fransuz tilida siz prosta miyazdagi bir narsalarni, miyazdagi bir gapni yetkazib berasiz. Shuni o'zi. Ingliz tilidagi speaking ham xuddi shunaqa. Fikrimizni yetkazib berishdan iborat. Ya'ni bu gapni aytmoqchimanki, siz bundan bir frazani yodlashingiz kerak. Mana mashq holatda men buni ishlataman, bu gapda men strukturadan foydalanaman, men grammatika yo'q. Uni hammasini unuting. Bu prosta mindset. Ya'ni prosta miyamizni o'ziga keltirib olishimiz kerak. Bu xudo xohlasa sizlar bilan shu speakingga chiqarish uchun bizga yordam beradigan 14 xil bir usulmikan, bir texnikamikan, 14 ta bir yo'lda to'g'risida gaplashamiz. Inshaalloh shularga amal qilsanglar baraka topasizlar. Eng birinchisi bu ingliz tilida fikrlash. Bilamiz, ingliz tilidan tarjima qilmagin degan narsa bor, ingliz tilida fikrlagin degan narsa bor. Bu juda ham qonun foyda narsa. Ro'zi очевидный, lekin qonun foyda. Nimani hisobiga bizga tarjima qilmagin ingliz tilida fikrlagin deb o'rgatishadi. Buni sabab shundaki, ingliz tili o'zi mana til sifatida qaraydigan bo'lsak, til bu madaniyat. Ya'ni siz butun boshli bir millatda madaniyatini o'rganasiz. Va tabiiyki, ularning madaniyati boshqa, bizning madaniyatimiz boshqa. Tabiiyki, ular boshqa fikrni boshqacha holatda ko'rsatib beradi, biz boshqa fikrni boshqacha holatda ko'rsatib beramiz. Bu nima degani? Misol uchun biz o'zbek tilida hozir boya aytganimdek sizlarga o'tdan qilib gapiryapman, lekin umumiy ma'noni tushuntirib bera olaman. Ya'ni sizlar tushunyapsiz umumiy ma'noni. Xuddi shu ma'noni ingliz tilida boshqacha yo'l bilan tushuntirib beradi. Endi men agar hozir gapirayotgan gapim ingliz tiliga tarjima qiladigan bo'lsa, men o'zi o'ylashim kerak. Voy, bu hozir qaysi grammatikada gapirayotgan ekanman o'zbek tilida, qaysi so'zdan foydalanayotgan ekanman, ular qanaqa qilsam tushunar ekan deydigan ming xil faktor bo'ladi. Inglizchani o'zida o'ylasam, birga bir qilib shunday gapirib ketaman. Xo'p, mayli. Endi ingliz tilida qanaqa o'ylaymiz? Asosiy savol. Ingliz tilida o'ylash boshlash uchun bizda 4 dona yo'l bor. Juda ham oddiy yo'llar. Eng birinchisi bu so'z boyligimizni oshirish. So'z boyligini oshirish deganda sizga hech qanaqa bir kitob yoki bundan bir qo'llanma kerak bo'lmaydi. Prosta yon atrofingizda ko'rgan narsani tarjima qilib yurasiz. Mana misol uchun men bu nima tegdi? Mikrofon turibdi. Ko'rasizlar? Oldimda laptop turibdi. Ko'rasizlar? Lamp turibdi. Mana bu narsa ham lampa deyilsa kerak, inglizda bilmayman. Fon turibdi. Ro'paramda, telefonga olmayman. Ko'zimga tushayotgan narsani tarjima qilyapman. Nimani hisobiga? Chunki ertaga ham mana shu narsalar ko'raman, mana shu narsalarni. Men bu narsaga har kuni ishim tushadi. Xohlayman, xohlamayman, tarjimasini bilishim kerak. Inglizchada fikrlayapmizmi? Fikr bu ko'zimiz bilan ko'rayotgan, qabul qilayotgan ma'lumotimizni miyamizdagi analiz. Mana shuning uchun biz ko'zimizdan oldimizga uchrayotgan narsani wallmi, floormi oyog'imni tagida, ceilingmi, hammasini tarjima qilib yuraman. Video olman, kirmaylar. Bo'pti, kirroq. Faqat ovoz chiqarma. Cho'g'azam ko'zim oldida ko'rayotgan narsani tarjima qilib kirur. Endi bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shu o'rganayotgan so'zlarimga sizlar nima shunaqa bir
ya'ni voz kecha olmaydigan bir qarindoshinglar bormi? U kimdirga qarindosh kerak bo'lsa, mana shuni olsanglar bo'ladi. Endi mana shu yodlangan so'zlarimizni gap tuzamiz. Gap tuzish farqi yo'q. Qaysi zamon qanaqa. Prosta o'zingizlar active vocabulary, passive vocabularydan active vocabularyga, ya'ni so'zni o'zini shundoq men bilaman bilan shu so'zni ishlata olaman darajaga chiqib olishinglar uchun o'rganilgan so'zlarga gap tuzasizlar. Uchinchi yo'li. O'zingizlar bilan o'zingizlar intervyu qilasizlar. Aynan intervyu. Intervyu qanaqa bo'ladi? O'zingizlarga ma'lum bir savol berasizlar, o'sha berilgan savolga javob berasizlar. Intervyu ahamiyatga ega emas, nima to'g'risida bo'ladi. Sen kecha nima ovqat yeding degan savol, o'shanga javob. Yoshliging qanaqa bo'lgan? Kelajakdagi planlaring qanaqa? Elementarniy arzimagan narsalar. Ko'pchilik speaking uchun IELTS materialga tayyorlanadi-da. Bu baraka topib ko'rsan, oddiy fikr beramiz. IELTS qilsa, oddiy fikr berishni o'rganinglar. IELTS o'yinchoq bo'lib qoladi. IELTS o'yinchoq bo'lib qoladi. Men IELTS speakingdan 7 olganman. Umuman tayyorlanmasdan. IELTS kursga borib, o'sha bolalar bilan speakingga qarashardim. Men asosan qarashardim ularga. Prosta savollarni ko'rib chiqib, o'sha savollarga nima deyish mumkinligini o'ylayman. Unaqa bir tayyorlanib boshqa yo'q, unaqa narsa yo'q edi. Chunki fikr bor. Tushunasizlar, fikr rivojlantiramiz. Va 4-yo'li ingliz tilida o'ylashni boshlashi bu baryerlarni kesib o'tish. Baryer kesib o'tish deganda gapirayotganlarda mutlashib qoladigan paytlar bo'ladi-yu. Shunaqa payt nima qilib bo'lsa ham fikrni inglizchada gap yetkazib beramiz. Ana so'z nima edi? Yo'q. Qiziq emas u so'z nimaligini. Biladigan so'zlaringdan foydalan. Bo'ldi, mana shuni o'zi. Ikkinchi maslahat bu o'zingizga gapirib yurish. Aytilganda yuqorida inglizchada fikrlashimiz uchun biz shundoq o'zimizga gapirishimiz kerak ekan. Endi bu yerda shu o'ziga gapirishi bu maslahat o'rnida qilib beryaptiki, atidan siz любой payt ko'chada bu kimlar bilan gaplashishga to'qnash kelib qolib, bu kimlar bilan inglizchada gaplashishga kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, siz obdon miyangizni shift qilmasligingizga, ya'ni men o'zbekchada xos inglizchaga o'tqizishim kerak, miyamni nastroykalarni o'tdaman, inglizchada fikrimni berishim kerak deydigan narsa sizda bitta qilganda avtomatik bo'lishi uchun siz inglizchada постоянно o'ylab, o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib yurishingiz kerak. O'zingiz qilayotgan xatti-harakatlaringizga отчет berishingiz kerak. Men nima qilyapman? Men video olmayman ingliz tilida. Nima bu videoni olmayman? YouTube'ga odamlarga foydali bo'lsin. Va hokazo. Qilayotgan narsalarni o'zingizga gapirib yurasizlar. Bu yerda faqat bitta muhim tomoni borki, gap miyada qolib ketmasin. Og'iz bilan chiqaramiz shu narsani. Ko'pchilik muammo shunda, fikr miyani o'zida o'ylaydi, gapira olmaydi. Chunki bu miyada o'ylash boshqa, og'izdan chiqqungacha mingta protsessdan o'tadi. Shu narsani ovoz bilan chiqarib gapiramiz. Keyingisi yuz mirror ekan. Ya'ni oynadan foydalanish. Oynadan foydalanish sizga xatti-harakatingizni, qanaqa gapirayotganingizni ko'zlaringiz qayerga ketib qoldi. Umumiy holatda body language'ingizni sizga monitor qilishga yordam beradi. Ya'ni ko'chada kimlar bilan gaplashayotganingizda mana qilib gaplashish bor yoki odam bemalol gestikulatsiyadan foydalanib gapirishi bor. Shu narsaga ahamiyat berishingizga yordam beradi. Shunaqa praktikalar borki, bu 2 minut, 3 minut biron bir topikda to'xtamasdan gapirish. Ahamiyatga ega emas nima topikligi. Jamoat transport. Ketdi start. Timer qo'yasizlar 2 minut bitta fikrni chaynalsa ham u mana qilib o'tdan bo'lsa ham gapiringlar to'xtab qolmasdan. Nima fikr bo'lishidan qat'iy nazar. Gapiramiz, zapis qilamiz, gapimizni eshitamiz. Qanaqa fikr berdi, nimalarda qiynaldi va qaytadan xuddi shu savolni o'zimizga berib, qaytadan shu savolga o'zimiz javob beramiz. Ya'ni aynan qaysi zo'r fikrlar bundan oldingi gapirganimizda qanaqa bir zo'r fikrlar bo'ldi, nima qo'shsa bo'lardi, qayerda xato qildi, o'shani bu yerda qilmaslikka harakat qilamiz. Qaysi so'zni bilmagan edi, o'shandan foydalanmasdan gapirishga harakat qilamiz yoki o'sha so'zni agar foydalanmaslikning iloji bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha so'zni ko'rib, yodlab ishlatishga harakat qilamiz. Mana bu praktika. Grammatikada emas, gapingga urg'uni qaratgan degan maslahat juda ham o'rinli maslahat. Ingliz tili o'qituvchi sifatida men o'zim o'quvchilarim bilan speaking qilayotganimda bolalar gapirganda, men grammatikasiga e'tibor beraman. Grammatik xato qilishsa, men aytaman, "Voy, men xato qilyapsan" deyman. Buni sababi oddiy, chunki bu meni vazifam. O'qituvchi sifatida o'quvchini xatosini topishim uchun menga oylik to'layapti. Tushunasizlar? Bu meni vazifamligi uchun men o'quvchini xatosini to'g'rilayman. Vaholanki ingliz tilida siz ko'chada ishingiz bitishi uchun, fikringizni yetkazib berish uchun grammatika sizga kerak emas. Ustoz IELTSda nima qilamiz? IELTS alohida masala. Biz hozir fikrimizni yetkazib berishni, speakingimizni chiqarib olaylik. Aytganimdek, keyinchalik o'sha siz IELTSga alohida bir o'tirib tayyorlanishingiz boshqa kerak bo'lmaydi inshaalloh. Fikr o'zi zo'r bo'ladi, lug'at boyligimiz parallelni oshadi. Hammasi vaqt bilan keladigan narsa. Birinchi qadamlarni zo'r tashlab olaylik. Inglizchada bemalol gaplashadigan bo'laylik, IELTSga keyin tayyorlanamiz. Ya'ni gapirayotganingizda grammatikaga emas, fikringizga e'tibor qaratinglar. Chunki miya обработка qiladi. Savol berilyapti. Bu savolga qaysi zamonda javob bering?
qanaqa javob beray, bu zamonni formulasi qanaqa edi degan narsani sizlar atiydan o'ylamasanglar miyal o'zi avtomatik mana shu narsaga ingliz tili o'rganish protsessida o'rganib qoladida. Tushunyapsizlarmi? O'shani oldini olish uchun biz gapirayotganimizda grammatik xato bo'lsa ham deb gapimizni to'g'rilamasdan paydarada gapiramiz. Tongue twisterni ishlatish. Tongue twister bu o'zbekcha tez aytish. Tez aytishlar asl zo'r narsa. Tez aytish sizga so'zlarni ravon chiqarishga, jag'ingizni ozgina kattaroq ochishga yordam beradi. Ingliz tilida, mana o'zbek tilida ko'rasizlar, salmonlarni og'zimdan mana uchida gapiryapman-da. Ingliz tilida gapirishni ko'rsanglar, og'zini katta ochib, bunaqa emotsiyaga berilib, bunaqa qilib gapiradi. Bu foydali narsa. Tongue twister mana shu jag'inglarni kattaroq ochishga, sizlar so'zlarni ravon chiqarishinglarga, gapga ulab gapirishinglarga yordam beradi. Qoni foyda narsa, foydalaninglar. Keyingisi eshitib ketidan qaytarish. General English o'qiganlar bo'lsa, oringlarda bizda exerciselar bor. Listen and complete deydi. Eshitasizlar-da, to'ldirasizlar. Lekin juda ham kam o'quvchilar o'sha eshitganini ketidan qaytaradi. Eshitib qaytaramiz. Siz o'rganayotgan kitobingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar listening berilganmi? Eshitib ketidan qaytaring. Chunki u kitob siz uchun, siz darajangiz uchun mo'ljallangan. Siz uchun o'ta qiyin emas, o'ta oson emas. Aynan siz darajangizda. Ozgina osonlik, ozgina qiyinlik qilishi mumkin, lekin bu normal holat. Eshitamiz, ketidan qaytaramiz. Intonatsiyalarga urg'u qaratamiz. Ya'ni intonatsiya bu stress, urg'u. Tushunali? Qattiq urg'u berib gapiryapti. Chunki arzimagan bizda pozitiv gapni ham savol gapga aylantirib yuborsak bo'ladi. Misol uchun you hungry? Qoning ochmi? Ko'rasizlarmi? Bu vaholanki you hungry dedim, bu positive, affirmative gap bo'lyapti menda. Lekin bitta intonatsiya bilan you hungry? Ko'rasizlarmi? Mashlarni ketidan qaytarib o'rganamiz. Bir xil aytadi, ashularni qaytarib boshqa darsliginglarni qaytaringlar. Ashula siz ham eplasa bo'ladi. Keyingisi frazalarni yodlash. Ingliz tilida phrasal verblar bor. Phrasal verblar men ingliz tilida o'zi 3 ta eng muhim mavzu deb o'ylayman. Birinchisi bu to be. To be ni sizlar zo'r o'rgansanglar, hamma zamonda to be bor. To be'dagi muammolarni hal qilsanglar, zamon bilan muammolarni hal qilasizlar. Ikkinchi mavzu bu phrasal verb deb o'ylayman. Frazalar kerak bizga. Va uchinchisi preposition. Preposition muammosi shundaki, o'zbek tilida kelsa ingliz tilida kelmaydi, ingliz tilida kelsa o'zbek tilida kelmaydi. Mana shu 3 ta mavzuni bilsanglar, ingliz tili sizlarga ancha oson bo'lib qoladi. Phrasal verblarni yodlash. Phrasal verblarni sizlar shunaqa qilib yodlashinglar kerakki, ularni phrasal verb yodlash uchun yodlanmaydi phrasal verblar. Phrasal verblar inglizlarni tushunish uchun yodlanadi. Inglizlar phrasal verblardan gapida juda ham ko'p foydalanadi. Bu narsani sizlar inglizlar qanaqa holatda, qanaqa kontekstdan foydalanayotganini eshitib tushunishga harakat qilishinglarga yordam beradi. Va tushungan fikrimizni o'zimizni qaytadan yetkazib berayotganda, aynan shu o'rgangan phrasal verbimizdan foydalanib biz ham gapiradigan bo'lsak, gapimiz chiroyli chiqadi. Bu narsani o'quvchilar noto'g'ri tushunadi. Bir xil phrasal verbdan foydalansam speakingim baland bo'lib qoladi, krutoy. Yo'q, unaqa emas. Phrasal verb ishlatishni bilmasang kerak emas. Lekin chet elliklarni tushunish uchun o'zing uchun yodlab qo'yasan. Endi demak men speaking paytida listening to'g'risida gapiryapman. Chunki sizni speakingiz chiqmayotganligiga sabab listeningingiz yaxshi emasligi mumkin. Savollar, ma'lumotni yaxshi tushunmayotganligingiz uchun nima deb javob bera olmasligingiz, nima deb javob berishni bilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu yerda faktorlar ko'pda. Guys, mana 8 ta to'xtatar ekanmiz. Sababi hozir telefonimga qarayapman, joyim to'lib qolgan ekanda, tozalamayman. Agar bu video deyilmaydi boshlanishiga bir 1000 ta like yig'sa, men ikkinchi qismini chiqaraman. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, podдержка qilib o'rtoqlarga yuboringlar, vaqtingizga rozi bo'linglar. Hammangizga omad tilayman. Bay. Aytganda Telegramga qo'shilib olsanglar, Telegramda master klasslar bo'ladi. Instagramga qo'shilinglar. O'tda jabr videolar chiqavermaydi-yu, no prosta подписчикларni ko'p deb maqtanib yurishimga.